Nadomat. Hikoya. Kimsan Mashrab Turon o'g'li. Bomdod namozidan keyin odamlar gur o'rinlaridan turib, xonaqohni tark eta boshlashdi. Oxirida hovliga imom chiqdi. Avazbek imomni eshik oldida kutib turgan edi. Yaqiniga keldi. Assalomu alaykum. Va alaykumussalom. Ha Avazbek, tinchlikmi? Tinchlik. Avazbek taraddudlandi. Imom uning holatini tushunib, xonasiga ishora qildi. Qani, ichkari kiraylik. Avazbek ko'rpachaning bir chetiga o'tirdi. Nimadir tashvish uning ich-etini kemirayotgani yuz va ko'zlaridan sezilib turardi. Tayyorgarliklar bitay deb qoldimi? Deb so'radi imom uning kayfiyatini ko'tarmoqchi bo'lib. Har holda 10 kunlardan keyin Avazbek hajga jo'naydi. Shukr. Ammo men hozir boshqa bir masalada oldingizga keldim. Maslahatingiz kerak bo'lib qoldi. Marhamat, dedi imom hamdardona ohangda. Qo'limdan kelsa jonim bilan. Avazbek bir tin olib hikoyasini boshladi. Taqsir, bilasiz, 5-6 yil orasida bir nechta do'kon ochdim. Ustiga oshxonam ishlab turibdi. Allohga shukr, ro'zg'orim bud. Biron kamchiligim yo'q. 3-4 kun burun bir ish bo'ldi. O'shandan beri o'zimda emasman go'yo. Bir kuni ertalab oshxona uchun bozor o'char qilib kelsam, meni bir odam kutib o'tirgan ekan. Yuz qo'limni yuvib yemakxonaga o'tdim. Hali vaqt erta bo'lgani uchun xo'randalar deyarli yo'q edi. Burchakroqdagi stol ortida baquvvat bir odam o'tiribdi. Yoshi ham o'rta, shu 45-50 lar orasida bo'lsa kerak. Xullas, gapning qisqasi bunday. Men bundan 25 yillar muqaddam mashina yo'qotganman. Aniqrog'i, mashinamni o'g'irlab ketishgan. 3 yilcha mingan edim xolos. Bormagan yerim, surishtirmagan odamim qolmadi. Mana endi oradan shuncha yil o'tib haligi odam kelib o'tiribdi. Hozir o'sha mashinangizni bozorda necha pulga olishi mumkin? Deb so'raydi. Hayron bo'ldim, yelka qisdim. Necha pulga sotgan bo'lardingiz deb so'radi yana mehmon. To'g'ri, mashinam yaxshi edi, lekin hozir o'zimiznikilar chiqib, Jigulilarning narxi tushib ketgan. Unga nima deb javob qilishni ham bilmay qoldim. Kechirasiz, o'rgandanmisiz deb so'rasam, yo'q, chamalab ko'ringchi, dedi. O'sha paytdagi holatida nari borsa 1,5 mingga olar-u, dedim. Lekin bo'lar ish bo'lib o'tgan. Endi bu ishni muhokama qilishning foydasi yo'q. Mehmon indamadi. Portfelidan hujjat olib menga uzatdi. Mana shu texpasport siznikimi? Deb so'radi. Hujjatni qo'lga olib angrayib qoldim. Haqiqatan u meniki edi. Ha, dedim. Shunda mehmon ko'zlarimga tik boqib turdi-da, o'ta bosiqlik bilan gap boshladi. Avazxon aka, gapimga quloq soling. Mening ismim Muhammad Amin. Otamdan juda erta yetim qolganman. Hatto u kishini eslay olmayman. Onamning aytishlaricha bilimli, halol pok inson bo'lgan ekanlar. Yillar o'tib ulg'aya bordim. Bolalik chog'imdan texnikaga juda qiziqqanman. 8-sinfni bitirib, avtoslesarlikka o'qidim. So'ng vazga ishga kirdim. Lekin hech birim 2 bo'lavermadi. Men esam yaxshi yashashni xohlardim. U yo'q, bu yo'q. Asta-sekin qing'ir ishlarga qo'l ura boshladim. Hatto mashina o'g'irlashga yetib bordim. O'zim usta bo'lganim uchun hech kim mendan gumonsiramasdi. Bu qabih ishlarimdan onam tugul eng yaqin do'stlarim ham xabarsiz edilar. Hammasi xamirdan qil sug'urgandek yengil ko'chardi. Shunday qilib oylar, yillar o'tdi. Mustaqillik keldi. O'z kuchi, aql zakovatini hayotga tatbiq eta olmay yurgan ishbilarmonlarga katta yo'l ochildi. Men ham shular qatorida avval xususiy ustaxona, keyin avtomobillarga keng ko'lamda xizmat qiladigan ishxona, bir nechta avtomagazin ochdim. Hozirgi kunda boy va davlatman. Bilasizmi, bu gaplarni oqizmay, tomizmay sizga aytishimdan maqsadim, onam meni deb bir umr yolg'iz o'tdilar. Oq yub, oq taradilar. Yemay yedirdilar, ichmay ichirdilar. O'zlari farrosh bo'lsalar ham birovning qo'liga termultirmadilar. Onam hozir mo'tabar bir yoshdalar.
Bu yil Alloh nasib qilib onajonimni haj safariga olib ketyapman. Xursandchiliklarini ko'rsangiz, xuddi yosh bolalardek quvonib, tunu kun Allohga ibodat qilyaptilar. Men bo'lsam, bir oydir na uyqumda halovat, na hushimda rohat. Qalbim chekayotgan azoblarning chek-chegarasi yo'q. Shuning uchun bitta hovlimni sotdim. Muhammad Amin ko'z yoshlarini artib, portfelidan bir dasta dollar chiqardi. Undan 2,5 ming sanab mening oldimga qo'ydi. Mana aka, 1,5 mingga mashinangiz uchun. Menga esa hozir shunaqa deyilyapti-ku, sizga yetkazilgan ma'naviy zararim uchun. Men hayotimda 11 ta mashina o'g'irlaganman. Sizniki 9-si. Qutulmaganim yana 2tasi qoldi. Bittasi Xorazmda, bittasi Surxondaryoda. Ularning ham egasini topishim kerak hali. Menga sizning roziligingiz kerak xolos, aka, deydi. Ko'zimdan yosh chiqib ketdi taqsir, lekin nima ham derdim? Roziman, uka, roziman, dedim, tomog'im tiqilib. Imom ham Avazbekning hikoyasi ta'sirida biroz muddat jim o'tirdi. So'ngra boshini ko'tardi. Yaxshi-ku, Avazbek, hammasi yaxshilik bilan tugabdi-ku. Siz nimaga xursand bo'lish o'rniga bunaqa xomushsiz, dedi. Gap shunda-da, o'sha odam kelib ketganidan beri kechalari uxlay olmayapman. Axir men ham hajga otlanganman. Aybsiz Parvardigor, men ham johil paytimda ne odamlarning haqqiga xiyonat qilgandirman. Lekin afsus, menda ularning biron bir hujjatlari yo'q. Avazbek mo'ltirab imomga qaradi. Taqsir, menga biron yo'l yo'riq ko'rsating. Nima qilay? Imom anchagacha o'ylanib qoldi. Nihoyat gap boshladi. Odamlarimizdagi o'zgarishlarni ko'rib, Allohga mingdan ming shukronalar aytkim keladi. Insof beraman desa, Allohga hech gap emas ekanda. Hammamiz ham xom sut emgan bandalarmiz. Ammo bir narsani unutmang. Avazbek, haligiday o'g'rini ham to'g'rilay olgan Parvardigor eski gunohlarni kechirishga ham qodirdir. Muhimi vaqtida tavba qilish. Mana shu nadomatingizning o'zi katta gap. Qolaversa, erta-indin haj. Inshaalloh onadan tug'ilganday pok bo'lib qaytasiz u yoqlardan. Ammo ko'ngil xotirjamligi uchun muhtojlarga xayr ehsonni ko'paytirsangiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Avazbek yengil tortganday, bir necha kundan beri davom etib kelayotgan iztirobi yuragidan ariganday bo'ldi. Ko'ngli taskin topib masjiddan chiqdi. U endi nima qilishini biladi.